Assalomu alaykum azizlar, hurmatli hamyurtlar. Barcha-barchalarni kirib kelayotgan 2026-yil bilan chin qalbimdan tabriklayman. Yangi yil yaxshi yil kelsin. Barchangizni yangi yil bilan muborakbod etamiz. Andijon yoshlar teatri barcha muxlislarimizni qoladi. Hozir biz Andijon yoshlar teatrining jamoasidan jamoani bir so'z bilan ta'riflashini so'raymiz. Qani ketdik. Jamoaga gap yo'q. Birdam, kuchli. Juda ham ahil jamoa. Meni nima deydi, yuragim, qalbimda bular hammasi. Boshqa joyda ham ishlab ko'rdim, lekin bunaqa jamoani ko'rmadim. Jamoada bir so'z bilan ta'riflasam bitta oilamiz. Zo'r. Oq ko'ngil. Jamoa bitta oilaga o'xshataman. Счастья, здоровья всем желаю хорошего. Jamoat bir so'z bilan ta'riflash juda mehribon. Til ojiz ta'riflab bera olmayman. Inoq jamoa. Sizning jamoa mehr. Boshqa gap yo'q, mehr. Jamoaga ko'z tegmasin. Jamoatda go'zal. Bitta oila bo'lib ketganmiz. Bitta oila. Bir so'zni ta'rifli so'z ojiz. Bunaqa jamoa boshqa yo'qda o'zi. Jamoamiz ahil, birdam. Jamoamiz Mo'minadin yoshlar teatri mana shu zo'r. Inoq, bir oiladekmiz, juda tirishqoq, mehnatkash, Juda dahshat. Qiziqarli odamlar yig'ilgan bu yerga. Fidoyi deb, insonlar deb bilaman. Jamoa ikkinchi oila. Mehr muhabbatlik. Teatri Andijon viloyat yoshlar teatri vodiyda respublikada o'zini o'rniga ega bo'ldi. Sabila opa personajimizni kim deb o'ylayapsiz? Qo'ylar o'xshayapti, do'stim. Ozod. Nima sababli? Yurishidan bilinib turibdi, noziligidan bilinib turibdi. Balkim Shohrux ham bo'lishi mumkin. Ozod bu. Men bilaman hammasini. Men hozir buni Ozodbek deb o'ylayapman, chunki bo'yi uzun. Bo'yi uzunlar ko'p ishxonada. Yo'q, turishi ham o'xshayapti. Barchaga turib oladi. Perzana. Shohrux desam mana kollektiv hozir tan olmayapti, lekin Shohrux bo'lib chiqishi mumkin, Shohrux yo'q. Nimaga ishonib? Meni anaqasi, nima deydi, harakatlari bilan men bo'rini o'ynagan u bu. Shu bo'rini ko'ryapman bunda hozir. Bo'ri anaqasini obrazini o'ynaganda ertayda Shohrux deb o'ylayapman. Bu Shohrux menimcha. Shoh. U sal plastikasi ishlaydi-da, baribir aktyorligi bor. Uni Ozod bilan aralashtirishadi, lekin buni plastikasi sal Shohruxga berib turibdi hozir. Menimcha Asadbek akam. Ozodchi barnoba. Asadbek akam. Sardor akam, o'zim adashim, Sardor akam, Sharxonlik. Qani ko'ramiz, shu bo'lib chiqarmikin. Ko'pchilik aytganda Shohrux aka bo'lib chiqdi. Lekin boshlovchilarimizga gap yo'q, juda ham zo'r olib borishyapti shou dasturimizni. Qiz bola ekan deyapti. Yo'q, menimcha bu Sherzod ma'muriyatdagi adabiy ilmdoshimiz Sherzod menimcha. Sherzod deb o'ylayapman. Sherzodga ko'rmayapti. Sherzod deb o'ylayapman. Chunki oyoqlarini mana shu odoblicha qo'yib qo'ylar, odob saqlab turibdi-da, menimcha Sherzod. Yana bilmadim. Ko'ramiz kim ekan, qani ketdik. Ustozimiz aytgan noto'g'ri chiqdi. Sherzod deb o'ylayapman. Sherzod. Nimaga asosan? Chunki aniq harakatlari shunaqa. Juri a'zolarimiz yana noto'g'ri topishdi. Bu Ozod deyishdi, lekin Sardor aka bo'lib chiqdi.
2026 yilga men o'ylaymanki juda ham bundan ham baland o'rinlarda, baland nufuzlarda yoshlar teatri xalqimiz uchun xizmat qiladi. Yana bir bor 2026 yil kirib kelayotgan yangi yil xonadoningizga fayz baraka olib kelsin. Bayramingiz muborak bo'lsin. Soat millari hayot sabog'ini eslatar go'yo. Yillar to'ldiradi umr daftarim. Bu yolg'on emas va yoki ro'yo. Bu yolg'on emas va yoki ro'yo. Yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar. Biz juda sog'ingan qadrdon diydor. Yangi yil baxtli kunlarning davomi. Oppoq orzu